oyog'i xuddi yo'q bo'lib qolgandek bo'ladi. O'sha ko'p, misol uchun 500 metr 1 kilometr yurgandan keyin tizzamdan past xuddi yo'q bo'lib qolgandek bo'ladi deyshadi. MRT tekshiruvi buyursam, ko'p bemorlar mendan xafa bo'lishardi. Doktor, bu bunaqangi jiddiy, qimmat tekshiruv kerakmi? Kerakmi? Dori yozib berib qo'ying. Ko'p kasallarimiz aytadi. Hali bizni kabinetimizdan chiqib ketmasdan turib, buni tirikchiligi shu-da. Bu operatsiya deydi-da, bu ham bola chaqasini boqish kerak deydi. Operatsiya qilish kerak deb, bu operatsiya tirikchiligi shu. Aytadi. Maslahat qilamiz deydi. 6 oydan keyin kelishadi. 6 oy avval oyog'ida yurib kelgan bemor yo qo'ltiq tayoqda, yo kolyaskada, yo katarkada keladi. Ana endi operatsiya qilib ber deydi. Endi operatsiya qilib. Operatsiya qilaveramiz, lekin 10 marta operatsiya qilsak ham endi o'lgan nerv o'z ish faoliyatini qayta tiklamaydi. Boshida jichchagina yarim qarchigina o'zini payi bilan bitib ketadigan narsa endi butun boshli bo'qimni almashtirish bilan tugayapti. Boshida to'g'risi gap, $1000 bilan 12-13 million bilan bitadigan ish endi 45 million bilan bitadigan darajaga kelyapti. Bu ham sun'iy bo'g'im, yerga o'tirib tura olmaydi. To'g'ri, yotib qolgan bemorni qatiyab yurg'izib beradi endi protez. Lekin u bemor 50 yoshli ayol edi. Men ana shu narsani tushuntira olmasdan kuyib ketaman-da bemorlarga. Jon kuydirib gapiraman. Bunday turtib qo'yib turib, jon kuydirib gapirishni qarang. Biz bir texnika temir emasmiz. Bir joyimiz bunday joydan surilib ketsam, deb bolg'achani olib kelib turib, urib joyiga qo'yib qotirib bergan. Insonmiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan beldagi va oyoqdagi og'riqlar haqida, qachon neyrojarrohga, qachon travmatologga murojaat qilish kerakligi haqida suhbatlashamiz. Hurmatli obunachilar, tanishtirib o'tishimiz kerak. Bu hamkasbim Umarov Davron Ali, neyrojarroh, oliy toifali shifokor. Meni ismim Rahmonov Jamolxon, travmatolog ortopedman. Asosan tizza bo'g'imi va son chanoq bo'g'imidagi jarrohlik amaliyotlari bilan shug'ullanaman. Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan oyoqdagi og'riqlar haqida neyrojarroh sifatida yondashib suhbat o'tkazib beramiz. Assalomu alaykum Davron aka. Assalomu alaykum Jamolxon. Bilamizki, beldagi og'riq bu har doim bel bilan bog'liq bo'ladi, lekin dumba sohasidagi, ya'ni yonbosh sohasidagi, son va boldir sohasidagi, tizza sohasidagi og'riqlar ko'pincha bemorlarni chalg'itib qo'yadi. Bunga asosiy sabab chunki ham beldagi, ham tizzadagi og'riqlar bir-biriga juda ham yaqin bo'ladi belgilari nisbatan. Sizga mana ko'p keladi bemorlar, menga ham ko'p keladi, son chanoq va yonbosh, ya'ni dumba sohasidagi og'riqni bir-biri bilan chalkashtirib, ko'pchilik travmatologda, na samom dele, neyrojarrohda bemori, lekin neyrojarrohda bemor bo'lsa, adashib travmatologga keladi va bekordan bekorga vaqtlarini, mablag'larini sarflashadi. Mana sizga asosiy savol. Qachon dumbadagi og'riq bel, ya'ni o'sha nerv bilan bog'liq bo'ladi, qachonki son chanoq bo'g'im bilan bog'liq bo'ladi? To'g'ri Jamolxon. Aslida, ya'ni travmatologlarda kasali bo'lgan bemorlar ham bizga murojaat qilishadi, adashib. Bu ko'p uchraydigan holat. To'g'ri, bemorda shu bo'ksa sohasida va sonning yuqori qismlarida og'riq bo'lganda, albatta ikki xil yondashuv kerak bo'ladi, ham travmatologicheskiy, ham nevroxirurgicheskiy. Qachon nevroxirurgga murojaat qilish kerak? Bu og'riq shu bo'ksani orqa sohasida bo'lib, sonning yuqori qismlarida bo'lib va u og'riqlar pastga yo'naladigan bo'lsa, harakatga bog'liq bo'lmasa, neyrojarrohga murojaat qilishlari kerak. To'g'ri. Qachonki dumba sohasidagi og'riq, dumbani orqa sohasida emas, orqa yuzasida emas, oldingi, ya'ni chov sohasida bo'lsa va sonning ichki yuzasi bilan tizza sohasiga tusha turgan bo'lsa, unda to'g'ri, u mani soham bo'ladi. Son chanoq sohasi, son chanoq bo'g'imiga bog'liq bo'lgan og'riq hisoblanadi. Hozirgi kunda bu ko'pincha asepticheskiy nekroz головки бедренной кости, ya'ni son suyagini boshchasini aseptik nekrozi bilan bog'liq holatda chiqadi. To'g'ri, bundan tashqari muammolar ham bor, ya'ni son chanoq bo'g'imida yengil shamollashli yoki travmadan keyingi holatlarda ham shu og'riq kuzatiladi. To есть, aniqlik kiritib o'tishimiz kerakki, shu o'rinda agar dumba sohasi, ya'ni yonboshda orqasida va sonda tashqi yonlari bilan pastga tusha turgan bo'lsa, unda neyroxirurgga murojaat qilishingiz zarur. Agar chov sohasi, ya'ni son chanoq bo'g'imining oldi qismida, ya'ni dumba orqada, son chanoqning oldingi qismida og'rib, sonda ichki yuzasi, ya'ni oyoqda bir-biriga qaragan ichki tomonidan sekin pastga tusha turgan bo'lsa og'riq va harakatda kuchaya turgan bo'lsa, ya'ni yurgan sari og'riq kuchaya turgan bo'lsa, unda bu son chanoq bo'g'imi bilan bog'liq bo'lgan muammo hisoblanadi va siz travmatolog ortopedga murojaat qilishingiz zarur hisoblanadi. Va yana juda ko'p bemorlarimizda bo'ladigan narsa tizza sohasidagi og'riq. Ya'ni
Bilamizki, tizza bo'g'imidagi og'riq asosan yurganda to'g'ri kuchayadi, o'tirib turganda kuchayadi va tizza qopqog'i sohasida va tizzani ichki yuzasida, ya'ni tizza bo'g'imini bir-biriga qaragan yuzasida ko'p bo'ladi. Lekin bitta og'riq bor, juda ko'pchilikda bo'ladi shu narsa, tizzani tashqi yonboshidan boldirga qarab beradigan og'riq. Shu og'riq haqida nima deb o'ylaysiz? U tizzaga bog'liqmi yoki siz tomondan? Yo'q, bu nervga? albatta nervga bog'liq og'riq hisoblanadi. Bemorlar belida stenoz deymiz, ya'ni buni har xilda aytganda torayish. Belda torayish, ya'ni stenoz kasalligi bo'lganda xuddi shunaqangi tizzadan boshlab to boldirgacha og'riq kuzatiladi. Bunday bemorlar ma'lum bir masofa o'tib yurgandan keyin bellarida va boldirlardagi og'riq hisobiga o'tirib olish hissi ko'proq qiynaydi va o'tirgani joy qidirib qoladi bunday bemorlar. Bunda albatta nevrojarrohga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Ko'p bemorlarimiz keladi, shifokor bilan maslahatlashmagan holatda tizza bo'g'imlarini MRT qildirib kelishadi yo boshqa tekshiruv qildirib kelishadi-da, doktor ko'rib bering. Vaholanki MRT toza bo'ladi. Bunda bemorlarning bitta xatosi shu shifokordan bemaslahat tekshiruvga borishganlar bular. Ortiqcha mablag' sarflash. Ortiqcha mablag' sarf bo'ladi. Vaqt va mablag'. Keyin meni bilishim bo'yicha stenozni yana bir asosiy belgisi uvishish kuchayib ketadi. Oyog'i xuddi yo'g'ib qolgandek bo'ladi. O'sha ko'p, misol uchun 500 metr 1 kilometr yurgandan keyin tizzamdan past xuddi yo'g'ib qolgandek bo'ladi deyshadi. Bu ham o'sha stenozni belgilaridan biri. Stenozni belgilari. To'g'ri. Bunday kasallarimiz Jamolxon aytishadi, ilgari doktor deydi 1 kilometrga borib, keyin dam olardi. Endi 1 kilometr yurganimdan keyin belda shu boldirda og'riq, uvishish kuchayib ketadi, beixtiyor o'tirgani joy izlab qolaman. O'tiraman, ma'lum bir vaqtdan keyin og'riqlarni qo'yaveradi, yana davom etadi. Vaqt o'tgan sari bu masofa qisqarib boradi. 6 oy oldin 1 kilometr yurgan bo'lsa, endi u bemorning yurishi 500 metrga tushadi. Sabab beldagi stenoz, ya'ni torayish dardni jiddiylashib ketishi. Ming afsus, bizning ko'p bemorlarimiz vaqtida kelmaydi. To'g'ri. O'sha masofa 10-15 metrga tushgandan keyin keladi. Chunki sababini aytaman. Misol uchun xuddi shu shikoyat bilan agar birinchi zvenoda o'tirgan shifokorga murojaat qilinsa, ya'ni tor mutaxassis emas, birinchi zvenoda o'tirgan mutaxassisga murojaat qilishadigan bo'lsa, juda ko'p hollarda og'riq qoldiruvchi va bir qancha yana qo'shimcha dorilar yordamida ular vaqtinchalik simptomatik davo olishadi va yengillik his qilgandek bo'lishadi. Lekin afsuski bu orqali bu kasallikning asosiy sababini faqat yashirishga erishgan bo'lishadi xolos. U esa dorilar fonida kasallikning asosiy sababi, ya'ni stenoz yoki grija, bu yana ham rivojlanib ketib turib, bular oxiri yakuniy, ya'ni oxirgi darajasida biz oldimizga kelishadi. To'g'ri, Jamolxon, shu jarrohlik amaliyotiga kelib qoladi bemor o'zi bilmagan holatda. Mana hozir mana shu yerda bir qiziq narsa aytib ketishim kerak. Men ya'ni shu tor mutaxassislik nevrojarrohlikni olishdan oldin qishloq vrachlik punktida ishlaganman 7 oy. O'sha yerda o'tirib men bemorga MRT tekshiruvi buyursam, ko'p bemorlar mendan xafa bo'lishardi. Doktor, bu bunaqangi jiddiy qimmat tekshiruv kerakmi? Kerakmi? Dori yozib berib qo'ying. Ha, to'g'ri. Bu xuddi hozir aytganingizdek juda ko'p O'zbekiston vatanimiz juda ko'p chekkasida ommalashgan. Qachon bemor bunaqangi katta tekshiruvlarga og'riq kuchayib, kechqurunda xotirjam uyqulari yo'qolib, yurish 5-10 metr, 20 metrga kelgandan keyin buni tekshiruvlarga rozi bo'ladi. Biz asosiy kamchiligimiz ham shunda deb o'ylayman. Misol uchun agar boshqa rivojlangan davlatlar misolni oladigan bo'lsak, har 6 oyda uni boshi og'riydimi, og'rimaydimi, beli og'riydimi, og'rimaydimi, har 6 oyga ko'rikdan vaqtida o'tadi. Menimcha, bizning kamchiligimiz shunda. Yondashuv har xil. Chunki bemorlarda o'zida birinchi zvenodagi shifokorlar bilan tor mutaxassisdagi shifokorlarda bergan yo'riqnomasiga yondashuv har xil. Compliantness deb gapiramiz buni, ya'ni bemorda sizga o'sha topshirgan topshiriqlaringizni bajarishga yondashuvi, ya'ni kim o'sha topshiriqni o'z vaqtida bajarishga qanday desa bo'ladi, sodiqligi, yondashuv har xil. Ular ko'p hollarda
ma'lum bir shifokorni gapini birini ikki qilmasdan joy-joyida bajarishadi. Ma'lum bir shifokorning aytganini, to'g'risi bu quloqdan kirib, u quloqdan chiqib ketadi. Mana shu narsa noto'g'ri. Hech qaysi shifokor bemor uchun yomon bo'lgan narsani taklif qilmaydi albatta. Yomonlik ravo ko'rmaydi. To'g'ri. Yana misol shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak. Meni o'zimda ham yana siz neyroxirurgik kasallar bilan chalkashadigan bitta kasalligimiz bor. Uni, конечно, faqat MRT ko'rsatib beradi. Medial meniskni orqa ildizini uzilishi. Bunda tizzani orqa sohasida sanchiqli og'riq bo'ladi. Tizza bo'g'imini orqa sohasida tortilgan og'riq bo'ladi, где-то bir qarich atrofidagi joyda. Endi nevrologik og'riqlarda ham shu tizzani orqasida tortishli og'riq bo'ladi, lekin bitta simptomida farqi bor. Orqa ildiz uzilgan bo'lsa, tizzani nisbatan yon tomoniga ham qo'shiladi. Nevrologikda faqat orqasida og'riq bo'ladi, meni bilishim bo'yicha. Va simptomatik belgini yana bitta tekshiruv usuli medial menisk, ya'ni tizzani ichki tomonida qo'l bilan o'sha orqa shoxiga yaqin qismini bitta bosilganda kuchli og'riq chaqiradi. Shu o'rinda eng avvalo agar tizza bo'g'imini orqa qismida tortuvchi og'riq bo'lsa, baribir birinchi o'rinda tizzani ham tomografiya qilishni taklif qilaman har doim bemorlarga. Agar tizza bo'g'imi sog' chiqadigan bo'lsa, MRTda har doim disklarni ko'rib sog' chiqadigan bo'lsa, undan keyin men neyroxirurgga jo'nataman. Nimaga? Chunki u bemorda katta ehtimol bilan o'sha man tomonidan isключить qildimmi, ya'ni kim istisno qildimmi medial menisk jarohatini, endi значит unda faqat nerv qolyapti. Ba'zi bir holatlarda shunga o'xshash holatlarda biz faqat magnitniy rezonansniy tomografiya, ya'ni MRT natijasiga asoslanib qolamiz. Bu orqali to'g'ri bemorda ozgina vaqtini, mablag'ini ko'proq talab qilishimiz mumkin, lekin to'liq to'g'ri tashxis qo'yishga erisha olamiz. Tizza bo'g'imni orqasidagi tortuvchi og'riqda bo'ladi. Endi tizza bo'g'imida ko'pincha o'sha asosiy belgi shu. Boya aytib o'tganimdek, tizza qopqog'ida, tizzaning ichki sohasida og'riq bo'ladi. Yurgan sari kuchayadi, o'tirib turganda og'riq kuchayib ketadi va keyin yana bundan tashqari shu o'tirib turganda tizzam qirsillab chiqib ketgandek bo'ladi yoki qaltis harakat qilganda tizzam chiqib ketgandek bo'ladi. Bu chista tizzani og'riq bilan bog'liq bo'ladi. Endi yana bitta holatlar bor. Tizzadan pastida boldirlargacha, tovongacha, barmoqlargacha tortib beradigan og'riq. Bu stenoz emas, ba'zi grijada ham bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Bizda bir ajoyib tushuncha bor. Bemorlar keldi. Grijasi bor. Endi bel sohasi haqida gaplashadigan bo'lsak, 5 ta bel umurtqasi bor deymiz. 5 ta bel umurtqasida alohida, ya'ni ikkita umurtqa o'rtasidagi amortizator disk joylashgan bo'ladi, soddaroq aytganda. U qaysi disk kasal bo'lib, grija qaysi o'ravendan chiqishiga qarab turib, bemorda og'riqning joylari, ya'ni og'riq joylashgan sohalar har xil bo'ladi. Ya'ni agar shu grija birinchi va ikkinchi bel umurtqalar orasidan chiqadigan bo'lsa, bunday bemorlarimiz boyaga aytganimizdek sonda oldingi yuzasi va sonda ichki yuzasidagi og'riqlarga shikoyat qiladi. Agar beldagi grija nisbatan pastroqda, ya'ni 4 va 5 bel umurtqalari orasidan chiqib keladigan bo'lsa, bunday bemorlar og'riqda doktor, meni og'rig'im shu belimdan boshlanadi, oyog'imni tashqi yuzasi bilan to barmoqlarimni uchigacha og'riq bo'ladi. Ana endi 5-bel va 1-dumg'azda o'rtasidagi diskdan chiqadigan nervlarda qisilish, ya'ni grija hisobiga qisilish bo'ladigan bo'lsa, patologiya shu joylashgan bo'lsa, bunday bemorlar doktor og'riq belimdan oyog'imni orqa sohasi bo'ylab bitta ip yurgandek barmoqlarimgacha, tovonimgacha uvushadi deb shikoyat qiladi. Oyoqda o'rtasida ip tortib turgandek shikoyat qiladi. Buni bemorlar keyin so'raymiz. Kechirasiz, yo'talganingizda, aksirganingizda belingizda og'riq bormi deymiz. Og'riq bor deydi. Ma'lum bir masofaga yurganingizdan keyin oyoqdagi og'riq kuchayib ketyaptimi? Ha, doktor, kuchayib ketyapti. Ular ajablanishni boshlaydi-da. Bemorlarimiz bitta narsani iltimos qilgan bo'lar edim. Og'riq boshlandi. Bir marta lechini olib ko'rdi, u poliklinikada bo'lsin yokida shu nevropatologida bo'lsin, tekshiruv buyursalar borishlari kerak. Mana men nevrojarrohman. Menga keladigan bemorlarda aksariyatida nevrologik defitsit, ya'ni nevrologik kamchilik, asorat o'zi jiddiylashib ketgan bo'ladi. Bular nima?
bemorni oyog'ini harakatidagi kamchilik. Oyoqni to'g'ri bosa olmaydi joyiga. Yo deylik, oyog'iga tapichka kiysa, tapichka tushib qoladi. Ikkinchisi, doktor oyog'im ozib ketdi deydi. Bittasi ozib ketdi deydi. Shunday bemorlarimizni ko'pchiligi qon tomir mutaxassisiga borib yuradi. Yo bo'lmasam, tabobat, silab davolab qo'yish, hijoma qilish, shunga o'xshagan narsalar bilan vaqtini o'tkazib qo'ygan. Barmoqdan osish yo ko'p mana bu video nimalarda ko'rib qolamiz. Urush bor ham. Urush. Yokida kuydirish, ayrim kasallar keladi, doktor frista tortib qo'ydi girejamni deydi. Qadrli kuzatuvchilar, muxlislar, vatandoshlar, girija, shpritslar tortib oladigan suyuq narsa emas. Unaqangi suyuq narsa emas. Buni iltimos qiladi tushunishingizda. Yokida to'g'ri qanaqadir masajlar yokida dori-darmon, fizioterapiya davo emas deya olmayman. Har doim ham davo emas. Har doim ham davo emas. Dischurras, ya'ni girejani hajmi. U dori-darmon, fizioterapiya bilan og'riqlarni qolishi yo kichkinayishi bu doim ham yechim emas. Gireja, shunday girejalar bor. Bemorni bezovta qilmaydi, hajmi katta bo'ladi. Chunki unday bemorlarimizda orqa miya kanali keng bo'ladi. Bemor bezovta qilmaydi. Biz aytamiz, tegmaymiz unga, chunki qichimagan joyda hashlash kerak emas. Yokida kichkinagina gireja joylashgan joy biz foramen deymiz, ya'ni ilmiy tilda, bu o'zimizning tilda teshik degani, bilasiz. Shu nerv chiqadigan teshikka 2 yo 3 millimetr girejani tiqilib qolishi ham bemorga dahshatli og'riqlar beradi. Ayrim qo'sh tirnoq ichidagi tabib yo nevropatologlarimiz emirtini oladi. Bu juda kichkina, bunga tegish kerak emas, buni davolash kerak. Davolash kerak. Shu yo'sinda bir iltimos qilgan bo'lardim, hurmatli nevropatologlar. Davolash chora natija bermayaptimi? Nevrojarrohga kasalni yo'naltiring. Bemorda vaqt o'tmasin. Endi gap boshlanib qoldi, Jamolxon. Men o'zimda bo'lgan ko'p holatlar, bir ikkita uchtasini aytib beraman. Bizga eng ko'p beriladigan savol. Bemor keldi, emirtini ko'rdik. Amaki, xola, kelinoyi, aka, opa. Sizda girejangiz operatsiya qilib olib tashlanadigan. Olib tashlanadigan. Doktor deydi, operatsiyasiz davolash iloji bormi deydi. Mengacha davolanib ko'rdingizmi? Ha, juda ko'p bormagan joyim qolmadi. U bu sanab tashlaydi. Hammasini sanab tashlaydi. Mana borib ko'ribsiz. Iltimos oldirib tashlang. Doktor deydi. Qo'shnimni ammasini, xolasini pochchasi deydi. Girejasini oldirgan ekan, nogiron bu bir joyda yotib qolibdi. Qadrli kuzatuvchilar, hamma beldagi operatsiya ham gireja emas. Belda dardi juda ko'p. Keyin bizda ko'p bemorlarimiz oxirgi vaziyatda borganliklari uchun, ya'ni nerv ishdan chiqib bo'lganliklari uchun operatsiyadan so'ng ham natija bo'lmaydi. Shunda men aytaman. Asoratlar hali bo'lmasdan oldirib tashlang. Ko'p kasallarimiz aytadi. Hali bizni kabinetimizdan chiqib ketmasdan turib, buni tirikchiligi shu-da deydi. Bu operatsiya deydi-da, bu ham bola chaqasini boqish kerak deydi. Operatsiya qilish kerak deb, bu operatsiya tirikchiligi shu. Aytadi. Shunda men aytaman. Yo'q, operatsiya qildirsiz, menga emas, ko'proq o'zingizga foyda. Ming afsuski, biz maslahat qilamiz deydi. U mendan boshqa nevrojarrohlarda ham bor. Mana o'zingiz ham travmatolog, xirurgsiz, ko'p bilasiz. Maslahat qilamiz deydi. 6 oydan keyin kelishadi. 6 oy avval oyog'ida yurib kelgan bemor yo qo'ltiqtayoqda, yo kolyaskada, yo katarkada keladi. Ana endi operatsiya qilib ber deydi. Endi operatsiya qilib ber. Operatsiya qilaveramiz, lekin 10 marta operatsiya qilsak ham endi o'lgan nerv o'z ish faoliyatini qayta tiklamaydi. Ular xohlagan rezultat bo'lmaydi. Bo'lmaydi, yo'q. Ular 100% rezultat xohlaydi har doim. Albatta. Bemorlar shunaqa. Albatta. Afsuski, u natija bo'lmaydi. Bo'lmaydi, yo'q. Shunday shunaqangi bemorlarimiz bor, yana ko'p beriladigan savol, garantiya berasizmi deydi. Manda ham bo'ladi. Bo'ladi. Garantiya berasizmi? Keyin men aytaman, uzr.
siz olib kelib turgan inson sizni onangiz. Men boshqa ona tug'ib bera olmayman xuddi shunaqa sizga. Yo ayolingiz onasi boshqa tug'ib bera olmaydi. Agar men telefon ustida bo'lib yo kompyuter ustida bo'lsam, olib kelsangiz, garantiya beraman deyman. Ha, doktor deydi. Hindistonliklar konsultatsiyasiga kirgandik. Garantiya beraman deyapti-ku. Ular berishaveradi. Nimaga qo'rqmay berishadi bilmayman, lekin berishaveradi ular. Uni topolmasdan keyin qaytib. Ha, xuddi shunaqa. O'shanda hech qaysi doktor meni fikrim mana bu bemor cho'roq bo'lib qolsin, nogiron bo'lib qolsin deb operatsiyaga kirmaydi. Biz eng ko'p shu kasbimizga yomon nima deydi, tushunchaga ega bo'lishim bemorlarimizni o'z vaqtida kelmasligi deb o'ylayman. Shunaqa asoratlar o'ta rivojlangan paytda kelishadi. Shu yo'sinda aytib o'tishim kerak, menda ham bu holat ko'p bo'ladi. Ayniqsa mana hozirgina aytib o'tganim medial miya orqa ildizi uzilishi. Agar medial miya orqa ildizi uzilishini boshida, ya'ni yangiligida ildizda shu boldirdan pay olib turib, peroneus longus, ya'ni kichik boldir muskuldan qisman shu yarim qarichgina payda olasida o'sha ildizidan o'tkazib, suyakka qaytarib, katta boldir suyakka qaytarib tortib tikib qo'yish, ya'ni orqa ildizi avtoplastikasi deyiladi. O'sha amaliyot qilinsa bo'ldi, bemor hal. Shu bilan bu bemorda og'riqlari ham yo'qoladi, artrozda ham rivojlanish oldini olinadi. Xullas, bo'g'im saqlab qolinadi. Bizda nima bo'ladi? Ildiz uzilgan. Ko'pchilik u ildiz uzilish hatto nimaligini ham bilmaydi. Doktorlarimiz, travmatologlarimiz ildiz uzilgan MRTda ko'rishni ham bilishmaydi, to'g'risi. Keyin bemorda blokada, shu konservativ lecheniya bilan dori-darmon bilan oyirishadi, artroz rivojlanadi o'zi. Artroz rivojlangandan keyin o'zi osteotomiya, ya'ni yuqori tibbiy osteotomiya, ya'ni oyoqda o'q qiyshayib qoladi, uni to'g'irlash kerak bo'ladi. O'shanaqa desak, yo'q, unga ham ko'nishmaydi. Ya'ni kim qanday ko'nishmaydi? Biz mani oldimga kelishadi, men osteotomiya deyman, boshqa travmatologga borishadi. Yo'q, sizga hech qanaqa unaqa operatsiya kerak emas, sizga buni dori kerak, buni blokada kerak, yuraverasiz. Yana o'sha charxpali aylanadi-da, birovlar bitta aylanib turib, keyin birovlar endi protez bo'lib kelishadi. Endi solishtiring. Boshida jichchagina yarim qarichgina o'zini payi bilan bitib ketadigan narsa endi butun boshli bo'g'imda almashtirish bilan tugayapti. Boshida to'g'risi gap $1000 bilan 12-13 million bilan bitadigan ish endi 45 million bilan bitadigan darajaga kelyapti. Bu ham sun'iy bo'g'im, yerga o'tirib tura olmaydi. To'g'ri, yotib qolgan bemorni qat'iyab yurg'izib beradi endi protez. Lekin u bemor 50 yoshli ayol edi. Endi protez qo'yadingiz. U bironta to'y hashamga borib yer dasturxonga o'tira olmaydi, hojatga o'tira olmaydi. Hamma joyda stul, unitas. Oyoq 90 gradusdan avvalga o'tkazilmaydi, chunki u faqat yurish uchun mo'ljallangan. Dunyo bo'yicha hali yerga o'tirib turish funksiyasini beradigan darajadagi mukammal endoprotez chiqmagan. Yo'q. Mana shu o'rinda biz o'zimizni ham, travmatolog ortopedlarimiz ham saviyasini oshirish kerak. Chunki hozirgi kunda Farg'ona vodiysi bo'yicha medial meniskni orqa ildizini PL avtoplastika, ya'ni kichik boldir o'sha muskuldan qisman olib turib avtoplastika qilishda, to'g'risini aytsam, men birinchi bo'lib qildim. Birinchi. Va bemorim juda ham yaxshi rezultat berdi. O'sha bemor. Chunki 18 kun, travmadan keyingi 18-kunida qilganman operatsiya. Hozir mana bemor to'liq tiklanib, odatiy hayot tarzida yashayapti. Undan keyin ham nechta bemorlar kelishadi, men aytaman. Shunaqa ildiz uzilgan, boldizdan pay olib ulashim kerak desam, xuddi o'sha gap, maslahatlashamiz deyshadi. Va chiqishgandan keyin boshqa travmatologga borishsa, sizga bu operatsiya kerak emas deyshadi. Shu yo'sinda menga charxpalida aylanib artroz asorat bilan yetib kelishadi. Yo'q, menga kelishmagan taqdirda ham boshqa travmatologga o'sha artrozlar bilan borishadi. Shuning uchun eng avvalo bemorlar MRT diskini o'qiydigan, o'zini ustida yaxshi ishlaydigan, mayli chet el yurib malaka oshirsin demayman, chunki hozirgi kunda elektron vebinarlar, ya'ni onlayn darslar ham ko'payib ketgan. Men o'zim ham shulardan juda keng foydalanaman. Hech bo'lmasa o'zini ustida ishlab, yangiliklarni olib kiradigan shifokor bilan ishlash kerak. Hamma shifokor ham bir xil emas, buni tan olaman. To'g'ri, hech kim sizga yaxshilik, yomonlikni yomon ko'rmaydi. Sizga yaxshi bo'lsin, yaxshi shifo topib keting degan niyatda ishlashadi, lekin hammani ham saviyasi bir xil emas. Shuning uchun har doim siz uni yoshiga qaramang. Chunki yosh bo'lib turib, o'zini ustida ishlagan mutaxassis, opitli mutaxassis bo'lishi mumkin. Har doim ham yoshi kattalar zo'r bo'ladi, opiti katta bo'ladi degan gap noto'g'ri. Chunki yoshi katta bo'lib haligacha
ochiq usulda meniskektomiya qilib yurgan shifokor travmatologlarimiz ham bor. Buni ham eslatib o'tish kerak. Открытие meniskektomiya 100 yil oldingi usul. Ya'ni tizzani yorib, meniskni totalniy meniskektomiya qilib tashlash. Hozir haligacha qilishadi, lekin o'sha operatsiyadan keyin qancha bemorlar og'rig'i battar kuchayib, artrozi battar kuchayib, endoprotez bo'lib qoladi. Ayniqsa varusi bor, ya'ni oyoq tashqariga qiyshaygan. O'zi ayollarda ko'p bo'ladi, shu narsani e'tibor berishlaring kerak. Shuni oynaga qarab, oyoqlarini tovon bosh barmoq bir-biriga shuni tekkizib turib, jup qilib shuni tikka turganligingda tizzani o'sha ichki qismi bir-biriga tegmayaptimi, oyoqimda yonboshga qiyshayib turibdim, kamon bo'lib. Bo'ldi, значит, u sizda varusni deformatsiya bor degani. O'sha holatda og'irlik markazi ichki tomon ko'p tushgan hisobda medial menis jarohatlanadi. Juda ko'p shifokorlarimiz o'sha holatda borishadi. Bemor kelsa, sizni medial meniskingizni olish kerak, tozalash kerak. Ha, bo'pti, olding. Undan keyin nima qilasan? Undan keyin gormon blokada, fizlecheniya, konservatoriya, ya'ni dori-darmon bilan davolash. 2-3 yil oyoratda, 5 yil oyoratda, undan keyin endoprotez. Hurmatli shifokorlar, travmatologlar, bemorlar, varusni deformatsiya, ya'ni oyoq tashqariga qiyshayishini yuqori tibial osteotomiya qilib to'g'rilab qo'ying, oyoqda o'qini to'g'rilab qo'ying, o'sha bemor endoprotezga bormaydi yoki borsa ham kamida bir 15-20 yil o'sha vaqt soati yetib kelganda boradi. Siz bemorga tizza bo'g'imini ancha yil saqlab qolib bergan bo'lasiz. Endoprotez qo'yib, misol uchun to'g'ri, mayli, xursand bo'ladi, og'riqlari yo'qoladi. Lekin uni reviziyasini ham o'ylash kerak. Endoprotezni qo'yganingizdan keyin har doim bitta endoprotez qo'ydingizmi, o'sha endoprotez reviziyasini ham o'ylab qo'ying. Chunki qanchadir muddatdan keyin, deylik 15 yil, 20 yil, 30 yil uni reviziyasi ham bor. Son chanoq bo'g'imidan ko'ra tizza bo'g'imini endoprotezini xizmat muddati kam. Bu standartda bor. Hamma joyda yozilgan. Son chanoq bo'g'imidan ko'ra tizza bo'g'imi kamroq xizmat qiladi. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Sabab son chanoq bo'g'imiga endoprotez qo'yganingizda suyaklar chanoqdagi o'sha vertlojiy vpadina deymiz, etdagi suyak ham qattiq. Ba'da son suyagini o'sha большой vertebral vertelga qoqib qo'yasiz, noshka qismini, sonni endoprotezni noshkasini, oyoqchasini. Ikkalasi ham kortikalniy baquvvat suyaklar. Haligi mustahkamlik o'ta yuqori. Bu yerda gap suyakning mustahkamligida. Son suyagiga endoprotez tizza bo'g'imiga endoprotez qo'yganingizda, son suyagini ham o'sha distal qismi va katta boldir suyagini ham proksimal qismi, ya'ni o'sha uchma-uch qismlari, o'sha 3 qismlarda bo'g'im yuzasiga yaqin qismlarida suyak gubchitay bo'ladi, ya'ni po'kakka o'xshagan bo'ladi. Tashqarisi вроде qattiq, lekin ichi po'k bo'ladi. Shuni hisobidan protez po'k joyiga ko'p tayanadi, kortikaldan ko'ra po'k joyiga ko'p tayanadi va u tez aseptiskiy расшатывание deyiladi, ya'ni joydan tez ko'chishiga olib keladi. Yo son suyagidagi qismi yoki katta boldir suyagidagi qismi. To'g'ri, u sement bilan, kostniy sement, ya'ni suyak sementi bilan birga yopishtiriladi, lekin u ham baribir prochnostini qanchadir muddatdan keyin suyak bilan birga bog'lanish, ya'ni aloqasini, svязкасini baribir yo'qotadi va u aseptiskiy расшатывание bo'lgandan keyin liqillab luft berib, oxiri o'sha yerda kanal kengaytiradi, suyakda kuchli og'riq bo'ladi va uni olib tashlagandan keyin reviziyani endi o'ylaydi, minus tomonlarini. Revizyonni endoprotez birinchi o'rinda stoymasda, ya'ni narxi jihatidan anchagina qimmat bo'ladi, chem birinchi endoprotezdan. Hozirgi kunda misol men Max Freedom degan kompaniyanikini qo'yaman. $2250 tursa, xuddi shu kompaniyani yoki boshqa kompaniyani revizyon, ya'ni вторичный endoprotezni olib keladigan bo'lsam, minimum $5000 bo'lmasam $7000-8000 bo'ladi. Minimum bu, hisoblab aytyapman. Xizmatimni ham shunga yarasha olaman. Первичный endoprotezga, ya'ni birlamchi endoprotezga o'rtacha klinik xarajatlarim 13-14 million so'm chiqsa, revizyonniga shundan kamida 2-3 barobar ko'p olaman. Nimaga? Chunki uni mehnati ham shunga yarasha, revizion endoprotezda. Bo'pti, mayli. Narx mehnatdan tashqari yana. U birinchi qo'yilgan endoprotez qimillab qoldi. Uni olib tashladim. O'rniga endi bir qarish temiri bor, revizyonni noshkali endoprotez qoqishim kerak. Yana qo'shimcha travma bemor uchun u narsa. Xo'p, revizyonni endoprotez ham vechniy emas. Bo'pti, shuncha pulga olib qo'ydingiz, shuncha qiynalib qo'ydingiz, lekin u ham vechniy emas. Shuning uchun eng maqbul yechim o'z vaqtida, qarang, yarim qarichgina pay bilan boshida bitib ketadigan narsa qanaqangi katta operatsiyalarga, qanaqangi katta summalarga aylanib ketyapti. Shuning uchun vaqtida yaxshi mutaxassisga murojaat qilishganda edi shu bemorlarimiz. To'g'ri, misol maslahat berilganda va shu to'g'ri operatsiyani qilinganda juda ham katta muammolarni oldini olgan bo'lardik. Bu bittagina menisni ildizi bilan uzilishi bilan bog'liq bo'lgan muammolarni sanab o'tdim xolos. Bundan tashqari juda ham yana ko'p muammolarimiz bor. Ayniqsa oldingi xochimon bo'ylarining uzilishi.
Mana shu yerda travmatologiya ikkiga bo'linib qoladi nimagadir. 50% PKS uzilgan bo'lsa, yo'q, yashab yuraverasan, bu bitta pay xolos deydi. 50% yo'q, operatsiya qilish kerak. Men har doim PKSda, ya'ni oldingi qochman boylarning operatsiyasiga tarafdoriman. Nimaga? Deylik 20 yashar bola, baquvvat, sportsmen. Kresтобразный связка oldingi qochman boylam uzildi, lekin uni боковой связкалari, tizzasini oldidagi, ya'ni yon boylamlari, tizzasini oldidagi boylamlari, xullas tizzasini qolgan boylamlari baquvvat, chiniqqan. Shuni hisobdan u bolaga hech qanday muammo tug'dirmayapti. Yurganda ham, kerak bo'lsa yuguryapti ham, oyog'i chiqib ketgani yo'q joyidan. Lekin u bola qachondir qariydi. 40 ga kiradi, 45 ga kiradi. O'sha svязкалari bo'shashganda o'sha oyoq shaqillashni boshlaydi. Yursa ham oyog'ini ko'tarolmaydi. Endi mustahkamligi yo'qoladi. Lekin u yoshga yetib borguncha o'sha shaqillaguncha ba'da luftni hisobiga ichki luft, ya'ni millimetrdan 1,5 millimetrga bo'lsa ham luft berib tursa har bir harakatda tizza bo'g'in tog'aylarni yemirib tashlaydi. Endi biz oldimizga 40 yoshli bemor kelyapti. PKS uzilgan, artroz. Bo'pti, mayli PKSni tiklab berdik. O'sha yerdagi mana boldir suyagida son suyak teshik hosil qilamiz. O'sha teshikdagi suyaklardagi o'sha teshiklarni bitib ketishi qancha yil vaqt talab qiladi? 1. O'sha payda suyakka qo'shilib ketishi 100% bo'ladimi? 2. Qanchalik tiklanadi reabilitatsiya? Chunki 20 yashar bola bilan 40 yashar odamning reabilitatsiyasini anchagina farqi bo'ladi. Chunki yoshligida baribir tiklanish oson bo'ladi. Bundan tashqari uni orttirgan shuncha yil davomida artrozichi u qanchalik yana tez rivojlanadi? Chunki 40 dan keyin to'g'risini aytsam 20 yashar bolaga nisbatan 40 yashar boladagi 40 yashar odamdagi artrozni tezlik, ketish tezligi ancha tez bo'ladi. Yoshi katta odamlarda artroz bitta boshlanib oldimi bo'ldi. Prям chaqmoqdek tezlashib ketib qoladi. Birdaniga bilmay ham qolasiz, qanday qilib 2-darajadan 4-darajaga o'tib qolganingiz 1-2 yil ichida. Shuning uchun PKS, ya'ni oldingi qochma boylam uzildimi? Men klinik belgilari, ya'ni bemorda o'sha nestabillik belgilari yo'q bo'lsa ham operatsiya taklif qilaman. O'sha asorat rivojlanmasdan, xuddi siz aytganingizdek, oyoq ozib, ishlamay qolguncha yurmasdan oldinroq yaxshiligida reabilitatsiyaga osonroq bo'lishi uchun, o'ziga ham osonroq bo'lishi, tezroq operatsiya qilishni tavsiya qilaman. Kresтобразный связка uzilganda, oldingi qochma boylam uzilganda. Kresтобразный связкаning uzilishini tiklashda ham bir qancha usullar bor. Mana shu usulni hozir endi sekin-asta siz bilan davolash metodlariga o'tib boramiz. Eng zamonaviy usul men hisoblaymanki, o'sha endi payda qayerdan olishda ahamiyati yo'q. Kimdir boldirdan oladi, kichik boldir muskulni, kimdir STGR-ni, ya'ni semitentinus gracilisni oladi, boldirning tepa qismidan. Farqi yo'q uni. Qaysi payda olsangiz ham, mening taklif qilgan usulim ko'pchilikka all inside qilinadi, ya'ni kim hammasi ichida degani bu tarjimada tugmachalar bilan. Men hozirgi kunda karbonoviy, ya'ni uglevodoroddan tayyorlangan tugmachalardan foydalanaman. Bu organizmga hech qanday reaksiya bermaydi, MRTda ham ko'rinmaydi, rentgenda ham ko'rinmaydi. Bu juda ham zamonaviy, organizm uchun vobshe reaksiya bermaydigan eng zamonaviy usul hisoblanadi. Pay olib turib, uni qavatma-qavat tikiladi. Qo'shimchasiga fiber type degan bitta qo'shimcha ipimiz bor, va organizmga reaksiya bermaydigan, juda ham baquvvat bo'lgan ip. O'sha ipni olib turib, payda ichidan karkas qilib o'tkazib yuboriladi-da, hali tugmachalarga tortib qo'yiladi. Bu nima bo'ladi? Bunda pay o'zi как положено kamida 8, 9, 10 millimetr chiqadi. Qo'shimchasiga hali ipni ham o'tkazib qo'ydingiz. Endi bemor baribir aktiv-ku, ko'pincha kresтобразный связкani aktiv odamlar uzadi. Bemor yana o'sha eski hayotga qaytgisi keladi, yana travma bo'lishi ehtimoli bor. Endi qayta travma bo'lganda, hali qo'yib bergan amerikanskiy o'sha fiber type ipim birdan yuklama kelganda, nagruzka kelganda, hali yuklamani o'ziga yutib oladi. Xuddi mashinani xavfsizlik kamariga o'xshaydi. Avariya bo'lganingizda shuni ushlab qolganda, o'sha holatda qayta jarohat bo'lishini oldini olib beradi. Mana shu usulni men ko'pchilikka taklif qilaman. Endi medial menisk jarohati bizda tizzada juda ham ko'p uchraydi. Medial meniskda ildizini uzilishi mana aytganda 100% operatsiya ko'rsatman, o'ylab o'tirmasdan. Endi bor bir xilga razriflarimiz medial meniskda degenerativ jarohatlar deyiladi. Bu ya'ni kim yoshga xos bo'lgan, yosh kattalar, misol uchun 60 yoshdan kattalarda ko'pincha uchrab turadi bu narsalar, yoki gorizontalniy razrif deymiz. Bularda har doim bemorning yoshiga, aktivligiga, tana vazniga qarayman. Deylik, meni oldimga kelyapti bemor, tizzamda nomiga og'riq bor. Ko'p yurganimda bo'lib qoladi yoki bugun ko'p ish bajarsam bo'lib qoladi, deb turgan 60 yoshli to'lachagina ayol kishi. U bemorga to'g'risiga dori-darmon lecheniya qilaman. Nimaga? U bemorda operatsiya qildim, nima qilmadim, nima bir xil rezultat. Chunki u yoshga xos bo'lgan meniskda o'zgarishi.
uni men operatsiya qilganim bilan to'g'risi gap, men foyda olaman xolos, bemor emas. Hali endi boya aytib o'tdingiz-ku, buni tirikchiligi shu. Tirikchiligimiz Allohga shukr, Xudo beraveradi. Eng kerakli holatda operatsiya qilamiz bemorni. O'shandagina Xudo keyin bizni daromadimizni barakasini beradi. O'shanda keyin bizga yuqadi o'sha narsa. U kelganni chopish, to'g'risi to'g'ri, hammani insofi har xil. Lekin misol men sholi ko'rmaksiz bo'lmaydi. Sholi ko'rmaksiz bo'lmaydi. Lekin meni tarbiyalagan odamlar, men misol Rossiyada o'sha Orenburgda o'qiganman. Ustozim, hurmatli ustozim Pavel Sergeyev Petrovich shu narsani o'rgatishgan. Kerak bo'lganda operatsiya qil deyishgan, har doim. Keraksiz vaqtda operatsiya qilma deyishgan. Shuning uchun aytamanki, kerak paytda men taklif qilyapmanmi, shu narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Misol uchun, men oldimdan chiqib boshqa poliklinikada o'tirgan travmatolog kerak emas desa, meni yolg'onchiga chiqarish, men aldadi degan xulosaga kelish noto'g'ri. Kerak paytda kerak deyman. Xuddi shu aytgandek, 60 yoshli qanaqadir bemor, yengil degenerativ izmeneniya bor, uni dori-darmon bilan davolasangiz bo'laveradi. Lekin 60 yoshlikda ham operatsiyasiga ko'rsatib bo'ladigan vaziyatlar bor albatta. O'ta kuchli artroz, varusli deformatsiya, kerak bo'lsa operatsiya qilish kerak. Keyin bemor kelyapti. 20 yashar bola, ruchkali ikki tipdagi yirtilish, ya'ni tizzasimda yurib o'tirib turganda qars etib o'tadi-da, tizza qotib qoladi. Bir ikki sakraydi, bir masaj qiladi, oyog'ini qaltiratadimdek qo'li bilan nima qilsa, keyin tiqirsa joyiga tushadi, keyin yana ketaveradi. U bola 100% operatsiya kerak. O'sha bola agar yana 5-6 yil yursin, burilish suyugini yemirib keladi, artrozi bilan keladi. Chunki u payda katta yirtilish hisoblanadi. Shu o'rinda yirtilish turlari ham bor-da mana. Tizza bo'g'imini harakatini cheklanishiga olib keladigan, kuchli og'riqqa olib keladigan menisk jarohatlari albatta operatsiya ko'rsatma bo'ladi. Lekin tizza bo'g'imda hech qanday harakat cheklanishga olib kelmayapti, kuchli og'riqlarga olib kelmayapti, bir suv to'planishi, ya'ni senovitga olib kelmayapti, uni bo'li konservativni davolash kerak. Keyin bemorda tana vazni 140 kilolik kasal, medial menisk jarohat bor. Uni operatsiya qilganingizdan bironta foyda oladimi? Yo'q. U kasalga kerak emas. Operatsiya qilganingiz bilan kasal foyda olmaydi. Qaytanga siz kasalni qanchadan mablag'ini olgan bo'lasiz? Kasal o'sha operatsiya qanchadan miqdorda sog'lomlik yo'qotadi, og'riq sezadi, joni qiynaladi. Rahmat ham eshitmaysiz, to'g'risi gap. Shuning uchun unaqa bemorlarda o'sha vesini kamaytirishga harakat qilish kerak eng avvalo. Eng avvalo to'g'ri yaxshi tashkillangan hayot tarzi, dieta, tana vaznini to'g'ri tashkillashtirish kerak. Bo'g'imga tushib turgan yuklamani kamaytirish kerak. Endi mana shu o'rinda men shuncha jarrohlik amaliyotlarini, plus minuslarni aytib tashladim. Sizda ham qanaqa jarrohlik amaliyotlarini ma'qul ko'rasiz? Misol uchun sizda ham eski usullar bor, yangi usullar bor. Jamolxon, endi biz neurokirurgiya, ya'ni spinali neurokirurgiya haqida gaplashadigan bo'lsak, bel o'mirtqalarida dard ko'p, dard turi ko'p. Bulardan endi ko'p uchrayganlari bor. Eng ko'p uchraygan misol uchun disk churrasi. Disk churrasi o'zi qanday hosil bo'ladi? Hozir 12 yosh bolada ham disk churrasi aniqlanyapti. Menga dadam ko'p aytadi. Ilgari deydi, shunaqa kasallar yo'q-ku. Agar birorta o'rtag'imiz yo mahallada birorta bola ukol olyapti-kan desa, ukol olyapti-kan, ukol olyapti-kan degan tushuncha bo'ladi. Nimaga hozir doktorsan, nimaga hozir ko'payib ketdi bunaqa narsalar? Men bu narsaga bitta narsa misol keltiraman. Tashqi muhit. Odamzod tashqi muhit bilan xohlasa, xohlamasa bog'liq. Bor. Savol. Nimaga chiroyli shaharlarda qurib qo'ydik-ku? Dam olish uchun Xudo yaratgan tabiat qo'niga ketyapmiz. Biz xohlaymiz tabiat bilan uzviy bog'liqmiz. Men tashqi muhitda aytaman. Katta yo'l ilgari 20-30 yil oldin 1 soatda bitta mashina o'tib qo'ygan bo'lsa, hozir 1 soatda yo'ldan o'tib keta bo'lmaydi. Ya'ni bu ko'zga ko'rinmaydigan gazlar. Yo bo'lmasam, mana Allohga shukr, magazin, do'konlarga kirsangiz, odamning jonidan boshqa hamma narsa bor. O'ra deysizmi, qishchi kunida shaftoli deysizmi? Bular o'zi aslida o'zini tabiiy holatida turmaydi, saqlanmaydi. Bunga odamning aralashuvi qanaqadir albatta kimga qo'shiladi. Xuddi shunday biz shu muhitda qoldik. Shuning uchun meni shaxsiy fikrim bu, kasallik rivojlanib ketyapti. Harakat kam. Shu telefon planshetlarga yoshlar bog'lanib qolgan. Ilgari cho'milgani borardi u dalaning bir chekkasiga. Biz qishloq sharoitini saqlab gapirgan bo'lsak, yo'q, hozir bir cho'milgani ham bormaydi.
Zagar olib, ya'ni quroshda qorayib, terisi po'sti ko'chib, D vitaminga to'yib, turfa yotmaydi, yo'q. Unaqa odam yo'q hozir. Yo'q. Tandirlarda nonni yopilmay qoldi, agoratlarda birov ishlamay terlamay qo'ydi. Men shunga bog'layman, xullas, bu meni shaxsiy fikrim albatta. Yana endi kasalliklar haqida gaplashadigan bo'lsak, grija. Grija ko'payib ketdi. Yoshlar orasida ham, kattalar orasida ham ko'payib ketdi. Buni sabablari shu. Nasliy moyillik deymiz, tanani chiniqtirmasdan og'ir yuk ko'tarish, uzoq muddat harakatsizlik, yeb turgan oziq-ovqatimizda vitaminlar kamligi, boshqa kasalliklar, sanasak sababi ko'p. Ana endi bu grijani davolash haqida gaplashadigan bo'lsak, xo'p, grija aniqlandi, ya'ni bemorda beli og'riyapti. Shu og'riq oyoqda tashqi, ichki, yuzasiga qarab har xil tarqalyapti. Xullas, bemor kimga uchrashi kerak bu holatda? Bu holatda birinchi navbatda nevropatologga uchrashi kerak bemor albatta. Nevropatolog qanaqadir tekshiruv aytdimi, qilish kerak bo'ldi. Uni muhokama qilish kerak emas. Boshida aytib o'tdim, emirti, darrov emirtiga jo'natyapti meni. Yo'q, bu emirti как обычный oddiy bir tekshiruv. Bemorda qo'poq aytganda belini bunday qilib qo'liga olib ko'rish bilan barobar narsa. Shunchaki yarim soat, 1 soat vaqtidan kechib, ozgina mablag'dan kechib borish kerak. Ana emirti qilindi, bemorga dischurraz tashxisi qo'yildi. Agar bemorda grijasi hajmi kichkina bo'lib, endi birinchi marta davolanay turgan bo'lsa, mayli. Davolab ko'rish kerak, dori-darmonlar, fizioterapiya, qanaqadir o'zini mashqlari, sog'liqni saqlash vazirligi tasdiqlagan mashqlari bor. Qilish kerak. Bemor bir marta davolanishga harakat qildi, samara bermadi. Grija hajmi katta, ya'ni dischurraz katta. Unda nevropatolog bemorga aytish kerak. Mana davolashga harakat ko'rdik. Og'riqlaringiz qolmadi. Sizni ham vaqtingizni, ham naqdingizni o'g'irlamasdan nevrojarrohga jo'natishimiz kerak. Uchiring, boring. Bemor keldi. Nevrojarroh ko'rdi emirtini. Bemorni kerak tekshiruvlarni qilib ko'rdi, oyog'ini aqa tortib, baqa tortdi, so'radi, boshqa. Oxir xulosa operatsiya qilib oldirib tashlaydi. Bemorlar aytadi, doktor, qanaqa usulda oldirib tashlaganim ma'qul? Mendan so'raydi shaxsan. Men ko'proq lazer deydi, ya'ni endoskopik usulda olish. Ikkinchi usul bu an'anaviy ochiq usulda olish. Farqi nimada, doktor deydi. Farqi birinchi navbatda bemorga bo'ladigan travma. Xirurg odam nimadan qo'rqadi operatsiya vaqtida? Qonashdan qo'rqadi. Qonamasa qo'rqmaydi hech kim. Qonashdan qo'rqadi. Qon bu zarur narsa. Endi agar ochiq usulda gaplashadigan bo'lsak, bemor operatsiya ochiq usulga rozi bo'ldi, operatsiya stoliga yotdi. Bu yerda ochiq usulda menga yoqmaydigan ikkita tomoni bor. Birinchi tomoni bemorda shu operatsiya vaqtida qon yo'qotish natijasida to'qimalar qon ichida bo'ladi. Ishlashdagi qiyinchilik. Ikkinchi menga yoqmaydigan tomoni bemorda tanasiga yetadigan travma. Beldagi katta chandiq, mushaklarda kesilishi, umurtqalarda bir-biriga bog'lab turgan, sodda aytsam, poylarda kesilishi, umurtqa ravog'ini video davomida bir ko'rinishda qo'yib ketamiz. Ma'lum bir qismini olib tashlanishi, ya'ni umurtqaning mustahkamligi buziladi. Chandiqlanadi, qon yo'qotadi. Endi endoskop haqida gaplashadigan bo'lsak, bemorga bo'ladigan travma kam. Xalq tushunish uchun aytaman, 5lik shprisda qonashi mumkin. Rosa qonasa. Bo'lmasa 10lik shprisda qonaydi. Suyakka mustahkamligiga ta'sir yetmaydi. Jarroh ishlab turgan vaqtida katta ekranda o'zi asli ingichka neftni maramcha turbada ko'rib turadi, to'qimalarda ishlash qulay. Bemorlarga keyin tiklanishi ham qulay. Endi shu yerda esimda bordi bir narsa aytib o'tay. Bemorlarimizga, doktor, meniki urg'ochimikin, erkagimikin deydi. Bu noto'g'ri savol. Urg'ochi erkak bo'lmaydi grija. Qaytalanishini nazarda tutib aytadi. To'g'ri, qaytalaydi. Shuni biling, siz ochiq usulda, yopiq usulda Amerikada qildirasizmi, Xitoyda borib qildirasizmi? Dischurrasi qaytalaydi. Bu normal holat. Bu bemorda ham, shifokorda ham ayb emas. Buni to'g'ri tushunishlari kerak. Qaytalaydi. Nimaga? Bemorlarimiz bilan doktorlarning o'rtasida ko'p konflikt, tushunmovchilikni kelib chiqishining asosiy sabab birinchisi
shifokor bemorga uni dardi haqida to'g'ri yetkazib olib borib bera olmaydi, tushuntira olmaydi. Ikkinchidan, bemorlarimizni bu bilimi yo'qligida o'ylaydi. Bo'ldi, beli og'riyapti. Bel nimaga og'riydi deb yozib ko'rsin, Xudo insof berdi. Shunchaki yozib ko'rish kerak. Internetga yozib ko'rish kerak. Hozir zamon tezlashib ketdi. Ilgarigida qangi imindi belida og'ridi o'qish uchun bir kutubxonaga borib bitta kitob topib kelish kerak emas. Shunchaki telefonga yoziladi. Bo'ldi, tamom. Ma'lumotga ega bo'ladi. Keyin u shifokor bilan ishlashi oson bo'ladi. Oson bo'ladi. Men aytaman, har doim aytaman. Keling, men sizga dardingizni tushuntirishdan oldin men sizga anatomiyani tushuntirib beray deyman. Siz belingiz haqida tushunchaga ega bo'ling. Mulyajlar bilan ko'rsataman, kerak bo'lsa kompyuterdan ochib beraman rasmlarni. Mana sog'lom joyi, kasal joyi, olsa bunaqa bo'ladi, olmasa bunaqa bo'ladi. Doim aytaman bemorlarga. Sizda dard bor, u grijami, stenozmi, umurtqani sinishimi, u yerga temir qotirish kerakmi, ya'ni TPF, transvitikular fiksator. Qotirish kerakmi aytaman. Siz doim qildirmasangiz topadigan zararingiz 10 ta bo'lsa, operatsiyadan topadigan zararingiz bitta. Bitta. Doim o'sha mutaxassis tavsiya qilgan usul bemorning foydasiga ishlaydi. Bu endi grija haqida. Shu, biznikida operatsiyaga bemorni olasiz, stolga palajen, ya'ni holat berasiz, shunday belini ochsangiz, bel xarit bo'lib ketgan bo'ladi. U yerda zulukli tishi ham bor, urgan bolg'ani izi ham bor. Hijomani izi ham bor, qanaqadir kuydirilgan paxtani izi ham bor. Hamma yo'q topiladi u beldan. Vaholanki samara olinmagan bo'ladi. Men hamma grijani operatsiya demayman, lekin davolanyapti, baqa boryapti, bo'lmayaptimi kelish kerak bo'ldi. Bu ochiq usulda qildirsin, xolos yopiq usulda qildirsin. Bu bemorning shaxsiy tanlovi. Lekin qildirish kerak. Ana endi grijadan yana bitta ko'p tarqalgan belni muammosi bu o'sha stenoz, boshida aytganim. Stenoz nima? Stenoz bu yosh kattalarda uchraydi ko'proq, 50 dan oshgan ayollarda, erkaklarda kam uchraydi. Biz orqa miyasi mana bu tushunadi bizlar. Orqa miyamga mushtlab urdi. Yo'q, orqa miya bizning umurtqalarimizning ichida joylashgan. Shu miyamizdami? Ta'sir qiladimi? Albatta. Umurtqalar hammasi birgalashib bitta turbani hosil qildi. Tasavvur qilaylik. Shu turbani shu sariq boylamlar, ya'ni sariq poylarda o'sib ketishi natijasida kanalda umurtqa orqa miya kanalini torayib qolishi natijasida stenoz kelib chiqadi. Bunaqa bemorlar shikoyat qiladi. Men 50 metr yo 100 metr yurganimdan so'ng belimdagi, oyog'imdagi og'riq sababli o'tirib olgani joy qidiraman. Joy qidirib qoladi. Yurib ketyapti, joy qidiradi. Bo'l, tamom. Boradi, lecheni oladi, ma'lum muddat yaxshi bo'ladi, yana aqa boradi, yana baqa keladi. Keyin biz aytamiz, xola, sizni belingizda stenoz, ya'ni torayish bor, uni kengaytirib qo'yishimiz kerak. Xohlasangiz ochiq usulda, xohlasangiz yopiq usulda. Bo'ldi. Yana aytadi, doktor, biz maslahat qilib kelaylik. Aytdi, maslahat qiladigan narsa yo'q. Bo'ldi, mutaxassis aytdi, ko'ylak ko'targan shifokorda operatsiya qildirish kerak. Ana endi yana bitta eng meni xafa qiladigan narsalardan biri travma natijasida umurtqa tanasini kompression sinishi. Ya'ni mana o'sha yaqinda bizda meva-chevalar pishib, daraxtdan yiqilishlar ko'payadi. Keladi, kasal katarkada olib keldi, shoshilinch больницаga, shifoxonasiga. Kasalni qimirlataman siz belidagi og'riqqa dod dedi kasal. Dod dedi. Keyin shifokor tekshiruv o'tkazadi. Rentgen, MCKT aniqlanadi, umurtqani tanasi ezilib singan. Kimdadir 1-daraja, kimdadir 2-daraja, kimdadir 3-daraja. Endi ming afsus, juda ko'p shifokorlarimiz, travmatolog, nevrojarrohlar 1-darajali umurtqa tanasi ezilib sinib qopti. Bir oy qimirlamay yoting. Bir oydan keyin haliga qotadi, ketaverasiz. Bu gap qisman to'g'ri. Kimlar uchun? O'sib yoshidagi yosh navqiron odamlar uchun. Deylik, yana boring 30-35 yoshgacha odamlar uchun. Lekin kattalar uchun bu gap ishlamaydi. Ha, to'g'ri, bemor keldi, umurtqa tanasi sindi, u 1-darajami, 2-darajami sindi. Yotish tavsiya etildi. 1 oy davomida yo 2 oy davomida. Endi bu yerda ikkita tomon bor-da. 60 dan 70 dan yoshdan oshgan buvilar, amakilar 60 kun bir joyda yotsa nima bo'ladi?
Пролежни bo'lar, yotoq yeri, tромбоэмболиологичных артерий, тело. Xuddi shunaqa. Yo o'pka o'tirib qolishi, Zastonie, pnevmoniya. pnevmoniya bu narsalar bo'ladi. Buni inobatga olmaydi-da. Olmaydi. Endi mayli bular bo'lmadi. Yotdi 60 kun. Yotdi ham deylik. Haqiqatan og'rib qoladi. Bemor zo'r yuradi. Lekin o'sha umurtqa tanasini mustahkamligi, ya'ni kalsiyga boyligini darajasiga qarab turib, u bemor 2 oydan keyin, 3 oydan keyin, 6 oy, 1 yildan keyin o'zidan o'zi belini egilib qolishini sezadi-da, xususiy sektorga, ko'proq xususiy klinikalarga keladi, nevrokirurg qidirib. Ya travmatolog qidirib keladi. Doktor shunaqa bo'lgan. Tekshirsangiz, umurtqa tanasi ilgari 4 yil desak, 1 yil ketgan, 3 yilda qolgan edi. Shu bilan больницаdan chiqib kelgan, ko'rsangiz yo'q. Bitta umurtqa tanasi yo'q. Yo'q shunchaki. Ezilib yo'q bo'lib ketgan. Ezilib yo'q bo'lib ketgan. Ezilib yo'q bo'lib ketgan. Endi nima qilish kerak? Bemorning holatiga qarab, u yerga katta ham qimmat, ham katta bemor uchun katta darajadagi og'irlikdagi operatsiya taklif qilinishi kerak. TPF. Ya'ni o'sha umurtqa yoshlarga transventikulyar fiksator, titaniy fiksatorlar qotirish. Ya'ni bu o'rinda sodda qilib tushuntiraylik. Mana umurtqa sog'lom, lekin o'rtada yo'g'ib ketganda. Endi bu yo'g'ib ketgan hisobga bular yaqinlashgan bo'ladi. Endi umurtqa pog'onasini sal cho'zibroq o'sha qo'yiladi-da, keyin ikkita chekkasini katta temirlar, titanoviy temirlarni yo karbonoviylarni qo'yib turib, ularni bolgaka bilan qotirib qo'yiladi. Qotirib qo'yish kerak. Umurtqa pog'onasini cho'zib qo'yish kerak. Bo'ldi, shu. Bu katta operatsiya bemor uchun qancha miqdorda xavf bo'ladi. Operatsiya summasi ham anchagina katta chiqadi. Boshida bo'lsa, agar o'sha bemorga oddiy siz hozir vertebroplastika haqida gapirmoqchi bo'ldingiz. O'shani qilinganda anchagina oson, arzon chiqadi. Albatta. Men aytaman, shu haddim siqqan, birga ishlaydigan, shu davlatda shoshilinch shifoxonalarda ishlaydigan travmatolog, nevrokirurg hamkasblarimizga aytaman. Aka yo uka. Vertebroplastika amaliyot tavsiya eting. Vertebroplastika bu kesilmaydi, narkoz olmaysiz. Men o'zini maxsus ignalari yordamida singan umurtqa tanasini odamni sementi, sodda qilib aytganda, odam uchun yaratilgan sement bilan qotirib qo'yish. Bo'ldi, og'rib qoladi, umurtqaning yemirilishi to'xtaydi. Siz ham narkoz olmasdan, ham katta tanangizga travma yetmasdan, ham bir dunyo mablag' sarflamasdan shu darddan qutulasiz. Aytdingiz-ku, bitta kichkinagina payda vaqtida tikib qo'ymaslik natijasida muammo katta dahshat bo'lib ketyapti. Men ana shu narsani tushuntira olmasdan kuyib ketaman-da bemorlarga. Jon kuydirib gapiraman. Bunday turtib qo'yib jon kuydirib gapirishni qarang. Yo'q, bu ular uchun har bitta kasalga, u stenoz bo'lsin, umurtqa tanasi singan bo'lsin, grija bo'lsin, shu bizning sohaga oid qanday kasallik bo'lishidan qat'iy nazar kuyinishdi boisi qadrli biz kuzatuvchilar, bemorlar, vatandoshlar, men bo'laman, boshqa doktor bo'ladim, biling, tagida sizni o'ylayapti. Sizni sog'lig'ingizni o'ylayapti. Siz buni his qilishingiz kerak. Keyin yana bitta narsani men iltimos qilgan bo'lardim. Siz kasalsiz, deylik. Xoh xirurgический bo'lsin, qorindagi grija bo'lsin, beldagi grija bo'lsin, oyog'i singan bo'lsin, yo bo'lmasam u quloq, o'sha lor yoki okulist kasali bo'lsin, iltimos o'zingiz uchun internetdan qiziqib shu narsani o'qing. Bu birinchidan siz tezroq davoga borishingizga imkoniyat yo'l ochib beradi. Ikkinchidan siz bilan ishlaydigan shifokor qiynalmasligi uchun bir sabab bo'ladi. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tish kerak-ki, hozir internetga tizza og'riq deb yozadigan bo'lsangiz, qanaqadir tabiblarimizni, qanaqadir bir malhamlar, men tabobatga qarshi odam emasman, lekin o'shanga ishonib qolib, kasallikda rivojlanib ketishiga qarshi odamman. Hozir agar mana shu o'rinda kasallikni internetdan izlang deyapsiz, hozir bizni ijtimoiy tarmoqlarimiz yolg'on, soxta, foydasiz ma'lumotlarga ham to'lib ketgan. Shuni ham eslatib o'tish kerak. Agar internetda qaraydigan bo'lsangiz, iloji boricha ofitsialniy saytlar, iloji boricha bir shifokorlarni maslahatiga qarash kerak. Qanaqadir bir tabiblar emas, qo'yib olib orobomi deydiganimiz bor. Otam deb keyin bittasi bor, soqollar qo'yib olib, chesnoyni bir joyingizga tiqing deydigani bor. Ismini aytib o'tirmaymiz. O'shalar dorisini reklama qilib o'tiradi pastayanni.
o'shalarga ishonib qanchadan qancha odamlarimiz vaqtini, mablag'ini o'sha kasallik tuzalib ketishiga bor bo'lgan imkoniyatini, ayniqsa imkoniyat, chunki ma'lum bir kasallikda o'zini shunaqangi vaqti bo'ladiki, o'sha vaqtda siz kerakli davo choralarni, xoh u operatsiya bo'lsin, xoh dori-darmonli bo'lsin, kerakli dori-darmonlarni qiladigan bo'lsangiz, o'sha vaqtda u to'liq tuzalib ketish shansi bo'ladi. O'sha vaqtni o'tkazib qo'yishadi. Shuning uchun ham har doim biz shifokorlarga murojaat qilishni tavsiya qilgan bo'lardik. Keyin yana bitta o'rinda listes haqida gapirib bering aka. Ha, listes. To'g'ri, listesni gapirish yodimdan ko'tarilib qolib, listes sodda qilib, haq tilda gapiradigan bo'lsak, ikkita bir-biriga parallel turgan umurtqani surilishi. Bu qachon suriladi? Umurtqamiz o'zi ikki qismdan iborat bo'ladi. Shu umurtqa tanasi va ravog'i. Biz video davomida qo'yib ketasizlar. Ravog'i bo'ladi. Ya'ni ravog'da shunday narsa borki, ilgaklar bo'ladi. Bir-birini ushlab turuvchi oyoqchalar deymiz, bo'g'im oyoqchalari. Maqsad shu umurtqa surilib joyidan qochib ketmasligi. Listes kasalligi shu ravog'ning sinib ketishi natijasida umurtqani surilishi deyiladi. Ya'ni ikkita umurtqa bir-biridan surildi, o'rtadagi o'sha orqa miya kanali, ya'ni trubani qisilishiga olib keladi. Bunday bemorlarimizda shikoyat nima bo'ladi? Beldagi og'riqqa. Doktor deydi, mahallada deydi, o'rtoqlarim bilan yo dugonalarim bilan jindek gaplashib tursam, belim toliqib ketadi. Men uyga ketib ketaman. Yo jindek egilib ish qilsam, maishiy ishlarni qilsam, oshxonada yo boshqa belimni ko'tarib olguncha qiynalaman dedi. Bu dastlabki bosqichlarda. Asta-sekin, uni ham darajalari bordan. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi daraja deymiz, darajalari bor. Har darajaga qarab turib bemorda og'riqning joylashgan joyi, kuchi o'zgarib boradi. Qancha daraja chuqurlashgan sari og'riq, ya'ni oyoqlarga berilib boradi. Oyoqqa berilib boradi. Al-oqibat ikki oyoqda ham harakat, sezgi, yo'masam hojat. Katta kichik hojatlarda muammo paydo bo'lishni boshlaydi. Endi listes kasal keldi. Biz tekshiruv buyurdik. Biz sodda tushuntiramiz. Xolajon yo amakijon, sizni belingiz surilib qolgan. Buni endi transport fiksator, ya'ni titaniy moslamalar bilan belingizga samarangizlar qotirib tortib qo'yish kerak desa, bolam dori bilan kelmaydimi joyiga deydi. Yoki siniqchi bilan. Siniqchilar haqida ham gapirib bering keyin bir oxirida. Joyi kelmaydimi deydi. Yo'q, bu dori bilan kelmaydi joyiga. Buni jarrohlik amaliyoti bilan joyiga tortib qo'yish kerak deydi. Shu listesi bor bir xola kelishdi. Doktor deydi. Oyog'imda og'riq tasvirlab bera olmayman. Shu belim og'rib turuvdi. Bir joyda shu bolg'a bilan urib davolaydigan joy bor ekan dedi, bordim dedi. Shu o'zi sal og'rib turuvdi. Shu bitta yog'ochini qo'yib bolg'a bilan urdi, shu joni chiqib ketdi dedi. Og'rig'im kuchayib ketdi. Men bir narsaga hayron qolaman-da. Biz bir texnika temir emasmiz. Bir joyimiz bunday joyidan surilib ketsa, bunday bolg'achani olib kelib turib, urib joyiga qo'yib qotirib bergan. Insonmiz. Biz yog'och emasmiz. Tosh emasmiz. Yo metal emasmiz. Buni tushunishimiz kerak. Men shunaqangi urib davolaydigan yo tortib davolaydiganlarga 100% qarshi emasman, lekin buni o'zini mutaxassislari bor, ko'rsatmalari bor. O'zi joyidan siljib turgan belni hech qanday tekshiruvsiz bu urush, bu vahshiylikni bilaman. Xo'p o'qitganda yo bo'lmasam o'ta o'quvsizlik, bilimsizlik bu narsa. Men kimnidir bu yerga chiqib yaxshi yomon demoqchi emasman. Hammani o'zining dunyoqarashi, tushunchasi, o'zining yo'li bor. Lekin jon kuydirishimga sabab menga bitta narsa doim alam qilib kelgan. Deylik, bir shifokor, u qanday kasallik bo'lishidan qat'iy nazar bemorga o'zini o'qigan, 10 yil o'qigan tajribasi, bilimi, ustozlardan ko'rgan nimasini tavsiya qilsa, uni 10 yillik o'qiganni bir tomonda, lekin mahalladagi qo'shnini, yo'q, palonchi bunday qildirovdi, yotibdi bir joy degan gapiga qarab ketishi doim og'riqli nuqta bo'lgan, menga alam qiladi bu narsa.
Shu narsa meni qiynaydi. 10 yil o'qigan doktor bir tomon, jon kuydirib, mana bu yerda tomirlari ketib tushuntiraman deydi. Oqibat oxiri mashinniga buni tirikchiligi shundan-da deydi. Lekin qo'shni xotinni bir og'iz aytgan gapi bo'ldi, uning uchun qonun. Yana Jamolxon menga alam qiladi, bir oyda o'rtacha 40 ta 50 ta bizda belli operatsiya bo'lsa, shu nevroxirurgiya, spinal nevroxirurgiya sohasida shu 40 ta 50 ta odam xursand bo'lib ketsa, duo qilib ketsa, yangi kirib kelib turgan kasallarni hammasini bitta gap aytadi. Belda operatsiya qilgan hamma nogiron bo'lyapti-yu. Aytaman keyin. Biz shuncha yonmasam sentr nevroxirurgiyalarda, yonmasam boshqa больницаlarda qilib turgan shuncha kasallar, yaxshi bo'lib turgan kasallar qayerga ketyapti ekan? Ispareniya bo'lib bug'lanib ketyaptimi ekan deb o'ylayman-da. Bir shu suhbatni oxirida men nima demoqchiman? Iltimos, biz kuzatuvchilar, vatandoshlar, bemorlar mutaxassisga uchrang har doim. Mutaxassisga. O'qigan, diplomi bor, ustida oq xalati bor, mutaxassisga uchrang. Agar u mutaxassisdan ichingiz chiqmadimi, boshqasiga uchrang, lekin mutaxassis. Shunaqa. Endi shu o'rinda bizga sizga ham menga ham ko'p aloqaga chiqsa kerak, onlayn konsultatsiya so'rab, ya'ni kim doktorman, uzoqroq dedim, safar dedim, musofir joyda. Tizam dori bo'lyapti, belimda og'riq bo'lyapti. Nima dori qilib tursam bo'ladi, nima ichib tursam bo'ladi? Chunki o'sha musofir joyda men birovga ko'rina olmayman, shifokorlarga ko'rina olmayman, chiqqani kimga uchrashni ham bilmayman degan kasallar bo'ladi. O'shanaqangi holatlarda xatyabi to'g'ri o'sha dori bilan davolanib ketmas, tuzalib ketmas. Lekin o'sha momentda, o'sha bir hafta, 2 hafta yoki 1-2 oyga og'riqni qoldirib turishga nimani maslahat bergan bo'lardingiz? Hozir men tizza bo'yicha tushuntiraman, sizdan oldin bel bo'yicha so'rab olaylik. Tushunali. Agar belda grija bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, men birinchi navbatda unday bemorga og'ir ishlarni cheklash tavsiya etaman. Toki shu shifoxonaga yetib kelguncha. Ko'p o'tirishdi. Taqiqlayman. Keyin mashqlari bor, o'zini erfatgan lechebniy fizkulturalari bor. Birinchi o'rinda, chunki ularda qilish uchun, ularga amal qilish uchun deylik pul sarflash kerak emas, qayergadir aptekaga borib kelish kerak emas. U qo'pol aytganda qamoqdagi odam bo'lsa ham ilojisi bor, foydali maslahat birinchi o'rinda. Ikkinchi maslahatim, u davo emas. Endi bemor haqiqatan shifoxonaga kelgan o'sha vaqtda imkoniyati yo'q, qaysidir sababga ko'ra, yo uzoqda yoki-da imkoniyat. O'sha momentda nima dori bersak bo'ladi? Chunki biznikilar baribir dori so'raydi. Masodan ko'ra dori. Har doim ular uchun dori qiziq. Chunki ular xohlaydiki, shu bitta dorini ichsa yo bitta ukolni olsa, bo'ldi, og'riq qolsa. Shu o'rinda hech bo'lmasa bironta og'riq qoldiruvchi dorini tavsiya qilishingiz mumkin. Misol uchun mana eng ko'p qo'llanadigan o'sha diklofenak sostavi. Midakalimlar. Midakalim mushaklarni bo'shatirish uchun. Mirlaksant, mushaklarni bo'shatirish uchun. Har qanday og'rib turgan joyda atyogish bor. Elizin sinat 10 ml-ni 100 natr xlorga qo'shtirib, tomirdan kapiyada. Tomirdan, albatta. Shular endi hozirga. Diklaberal o'rtacha adashmasam 5 kun qilinardi, albatta. Diklaberal 5 kun, midakalim 10 kun yo 5 kun. 10 kun, elizin sinat qo'yingki 5 kun bilan 7 kun, 10 kun oralig'ida qilsa bo'laveradi. Bir qanaqadir bemorga zarar yetkazib qo'ymaydi u qisqa vaqtda. Albatta, mana bu MPVSlar, ya'ni nosteroid yalinish qarshi vositalarni qabul qilishda oshqozon og'rimagan bo'lish kerak. Oshqozon og'riy turgan bo'lsa yoki anamnezda oldin gastrit, shunaqa kasallik o'tkazgan bo'lsa, Nolpaza 20 mg yoki Omes birga qabul qilish kerak. Ya'ni ertalab och qoringa o'sha dorilarni ichib olishlari kerak. Lambeniga qanaqa qaraysiz? Shunaqa bel og'riqlarida, nerv og'riqlarida. Men misol o'zimning tajribamda lambenidan ko'p foyda ko'raman. O'sha A+B bilasiz, bitta sariqda qizil ampola, ikkalasini qo'shib turib yonboshdan kunora, ya'ni bir kun olinadi, bir kun olinmaydi, cherezdan qilinsa, juda yaxshi og'riq qoldirgan vaziyatlarni ko'rganman. Siz unga qanaqa qaraysiz? Men qarashim nima deydi? O'rtacha deyman, ya'ni yomon ham demayman, immuniy ko'p ishlataman deya olmayman. Sababiki bizni
bemorlarimiz o'sha bilgan dorilari o'sha yangi dori qo'shsangizdir ajablanadi. Tajribamda Lambene dorisidan foydalanaman. Upakovkasida 6 ta ampulasi bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu hech qanday dorining reklamasi emas, tajriba almashinuvi xolos. Eslatib o'taman. Effekti yaxshi bo'lganligi uchun aytyapman. 3 ta qizil, 3 ta sariq ampulasi bo'ladi. Ikkalasini o'sha bitta qizil, bitta sariqda olib turib, bitta shprisga tortiladi, yonboshdan qilinadi. Albatta yonboshdan, unutishni. Mushak orasiga qilinadi. To'q qoringa ovqatdan keyin kunora, ya'ni bir kun olib, bir kun olmaydi. Nevrologik og'riqlarda, bo'g'imda o'ta kuchli obosтрение, ya'ni xuruj berib turgan og'riqlarda juda ham yaxshi effekt beradi. Xo'p, keyin nukleot SMF degan dorimiz ham bor. Bu ham nevrologik og'riqlarda, o'sha ildizli, tortib turgan og'riqlarda yaxshi yordam beradi. Nukleot SMF o'sha 2 ml chiqadi. Kunda bir mahal yonboshdan qilinadi. U ham 6 kun olib turib, undan keyin tabletkasiga o'tkazish yaxshi taklif qilinadi har doim. Kapsulasi nukleot SMF Forte chiqqan. Bitta kapsuladan 2 mahal 10 kun, 15 kun shunaqa holatga qarab, og'riqning kuchiga qarab berilaveradi. Endi meni o'zimda ham tizada bo'ladigan holatlar juda ko'p uchrab turadi. O'sha so'rab, maslahat so'rab. Deylik, chet eldasiz, sizni qo'lingiz, imkoniyatingiz qaysi doriga yetsa, o'sha MPVSda olishingiz kerak. Misol tariqasida agar imkoniyat bo'lib, aptekalar bemalol bersa, mayli hozir dorilar sanab o'taman. Agar bermasa, hech bo'lmasa обычный paracetamol. Oddiygina paracetamol 500 mg bittadan 2 mahal to'q qoringa. Agar yosh bo'lsa, 18 yoshga to'lmagan o'sha детский возрастda bo'lsa 250 mg dan, взрослый 500. Oddiy paracetamol ham yaxshi og'riq qoldiradi. Agar imkoniyatingiz yetmaydigan bo'lsa, shu bo'lmasam kuchliroq dorilar ham bor. Misol uchun hozirgi kunda, misol uchun shunaqa bo'g'im og'riqlari, bo'g'im shamollashlari, mani oldimga ham kelib qolishadi, nevrologik yengil og'riqlar qo'shilgan holatlar. Bularda nima qilaman? Mana Taxicam. Artaxan degan ukol bor, sostavi Tenaxicam. Imенно Artaxanni oling demayman. Tenaxicam sostavli dorini olib turib 2 ml dan chiqadi. Axitem bor, Tenicam bor, xohlaganingizni olib turib, kunda bir mahal uni plus tomoni, ustuli tomoni xohlaysiz yonboshdan, xohlaysiz tomirdan. Chunki kimdir yonboshdan olib, tomirdan ola olmaydi, kimdir tomirdan olib, yonboshdan olmaydi. Uni qulay tomoni xohlagan joyingizdan olasiz. Tomirdanmi, yonboshdanmi. Kunda bir mahal 5 kun olasiz. Undan keyin bir oyga Larnaxicam degan uni boshqa vakili bor, o'sha gruppa. Ya'ni Tenaxicam ham, Larnaxicam ham bu Axicam gruppa hisoblanadi. Nostroid yog'lashga qarshi dori vositalarida Axicam gruppasiga fruktga taalluqli. 5 kun Tenaxicam oldi, undan keyin bir oyga Larnaxicam tabletka. Men Larfix yozaman ko'pincha. Bittadan bir mahal ovqatdan keyin. Jami 35 kun ichingda bo'lyaptimi? Shu vaqt davomiga albatta gastroprotektor, ya'ni oshqozon himoyaladigan Mopaza qo'shib qo'yaman. Mopaza 20 mg ertalabda och qoringa, ya'ni ovqatlanishdan yarim soat oldin. Qo'shimchasiga o'sha yana qo'shamiz. Deylik bemor bir 50-60 yashar ayol kishi. Ya'ni kim o'sha bilamizki 50-60 yoshda ayol o'sha klinik davrdan o'tgan bo'ladi, suylar anchilashgan bo'ladi. Buni holatda nima qilaman? D-vitamini 50 mg, ya'ni udarniy dozada. Oddiy vitamin o'sha D3 ni udarniy dozadagisi buni haftada bir marta ichish kerak. Juda ko'p, meni o'zimga ham shu juda ham yalqovlik hisoblanadi. Har kuni dori ichish. Bu qulay variantda chiqadi 50 mg udarniy dozada haftada bir marta ovqatdan keyin bitta tabletkadan ichib turishadi. O'z upakovkasi 8 ta tabletka bo'ladi. 8 haftaga yetadi. 2 oy, 8 hafta degani bu. Bir kurs. Unga yana qo'shimcha nima qilaman? Men vitamin D3 beryapman, qo'shimchasi kalsiy qo'shaman. Любой kalsiy preparatlari, kalsiy D3, o'sha любой kalsiy preparatlari sostav praktik tarkibi hozir hammasi bir xil ishlayapti. Bittadan bir mahal kunda kecham ya'ni yo obed vaqtida, tushlik vaqtida yoki kechqurun vaqtida ovqat bilan 2 oy davom etgan. Bittadan bir mahal 2 oyga qo'shib beraman. Po'z bizda ketyapti gastroprotektor, Mopaza, Artaxan, undan keyin 3 kundan Larnaxicam, undan keyin Holicalciferol, vitamin D3, o'sha D-vitamini, undan keyin kalsiy preparatlari. Mana shuni ichganini qilganimizda o'sha anchagina bemorlarimiz yengillashadi. Bundan tashqari bo'g'imdagi shish holatlari, yengil o'sha og'riq holatlarida men ko'pincha geparinovoy emas, обычный geparin emas tavsiya qilaman. Nimaga? U qon aylanishni yaxshilaydi, yengil yog'lashga ta'sir bo'ladi. Shu hisobdan. Bundan tashqari, конечно, любой ketonal, mazlar, dalgit kremlar, diklofenak apishi mazlarni ham surtish mumkin. Hop. Shuning uchun maslahat beraman. Agar shifokorga uchrash imkoniyatingiz umuman yo'q.
absolyutno hozir sizga shu imkoniyat yo'q. Endi shu lichenyani qilib ko'ring. Chunki bu lichenyadan agar xuddi shu tapda ishlaydigan bo'lsangiz, sizga hech qanday ziyon yetmasligi aniq. Конечно, sizda agar o'tkir oshqozonda yara bo'lib, bir o'tkir qon ketadigan vaziyat bo'lmasa, oshqozoningiz bo'lsa yaxshi bo'lsa, chunki buni bitta ziyon yetishi mumkin bo'lgan joyi oshqozonga ta'siri agar yara parasi bo'lsa. Bo'lmasam shu licheniya mana shu 4-5 ta doridan hech qaysi kasal shu paytgacha zarar ko'rmagan. Agar yengil buni tortishli og'riqlar bo'la turgan bo'lsa, buni aytgan xuddi lambene bilan nukleot sementni qo'shib yuborsa, mana shu licheniya уже kompleks licheniya bo'ladi. Va bu yana bir marta ta'kidlab aytaman, vaqtinchalik. Imkoniyatingiz bo'lishi bilan mutaxassisga uchrab, albatta, kerakli tekshiruvlar o'tkazib, yakuniy davo choralarini ko'rish kerak bo'ladi. Xo'p, yana endi tizza bo'g'imida ketyapti, og'rib ketyapti deganda, to'g'risi internetda-chi, tizza, internetda hozir mashg'ulot qiling deyapsiz-ku. Internetda bekitlarni ko'rsatib, tizzalab yuring uyda aylanib degan hali. Demanglar. Ana shunaqa videolar chiqib qoladi. O'shaning uchun iloji boricha maxsus fizioterapiya bilan shug'ullanadigan, ya'ni davolovchi fizioterapiya o'zi kurslarda yurg'izadigan vrachlarimiz bor, FK trenajyorlar, trenerlarimiz bor. O'shalarning videosini ko'rish kerak. Chunki o'sha bir xilgilar damashinda o'tirib turib, uyda videoga olib, mana tizzam og'ridi, emaklab yurdim, yaxshi bo'lib qoldi. Siz tuzini eritdim deydi. Bo'lmaganga qaytanga battar qilib, og'riqni kuchaytiraveradi. Emaklab yurish mumkin emas, presidaniya qilish mumkin emas, tizzasi og'ridigan odam, sakrash mumkin emas. Sekin og'ir mehnat qilish, og'irlik ko'tarish mumkin emas. Yana bitta qo'shimcha momenti artes. Elastik chibintdan yoki internetda mana ko'payib ketdi, tizza bandaji deb sotyapti. Ular umuman mumkin emas. Boshida vro'di birinchi hafta, birinchi oy sizga yordam bergandek bo'ladi o'sha artezlar, elastik chibintdan mahkam qilib urib olishadi, lekin u qon aylanishini buzadi. Birinchi o'rinda jugut rolini, venozli jugut rolini o'ynaydi, ya'ni kelgan qon orqaga yaxshi qaytib ketmaydi. Ikkinchi o'rinda qisib turgan hisobga tizzani atrofidagi, tizzani oldida yon foylalar hammasini noziklashtirib tashlaydi. Nimaga? Chunki u mushakni kuchini, mushakni vazifasini o'ziga oladi-da u. Rezinka. Mushak ishlamagandan keyin noziklashadi. Va siz u rezinka artezni bir umr topib yurmoqchi emassiz-ku baribir. Kecha buni yechib qo'yasiz, boshqa qilasiz. Va mushak bo'shashgandan keyin har bitta qadamingizda o'sha rezinkasi artez har bitta bosgan qadamingiz nestabil, ya'ni mustahkam bo'lmagan tizzani qimirlashiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida yemirilishga yoki pan jarohati bor bo'lsa, o'shani yana ham kattalashishiga olib keladi. Bitta muammoni yana ham kattalashtirasiz. Siz bitta krugda chaqfalak bo'lsa, yana aylana olasiz. O'zi muammongiz borda, sizni yana chuqurlashtirmoqchi. Siz vaqtinchalik nimadandir foyda olgan kishi bo'lib. Shuning uchun artez, elastik bintlar bilan bog'lash, mahkam qilib, tizzalab yurish, presidaniya qilishlarga va o'sha siz aytgan siniqchilar, mana o'zimda ham ko'p bo'lgan, siniqchaga bordim, tizzamni solib qo'ydi degan gaplar ko'pincha. O'sha narsalarga men kategoriyasiga qarshi odamman. Imkoniyatingiz bormi? Keling bizga. Umuman bizga mutaxassislik keling. Imkoniyatingiz yo'q, musofa cho'tasiz, mana sizga licheniya. Imkoniyatingiz bo'lsa, paracetamol, lisil parashoklar, bo'lmasa mana Altaxan, Glutsamef, Lambene, kalsiy preparatlari, mana shularni iching. Imkoniyatingiz bo'lganda keyin albatta mutaxassisga murojaat qiling. Ko'p ta'kidlayapman. Agar siz ijtimoiy tarmoqdan foydalanadigan bo'lsangiz, YouTube, Instagram, Facebook yoki ijtimoiy tarmoqdan mashq olaman desangiz, Qur'onda jamoat aytgandek, faqat mutaxassisdan, hammadan emas, faqat mutaxassis. Shuni to'g'ri bo'ladi. Rahmat Davron aka, qiziqarli suhbat bo'ldi. Siz bilan ancha ma'lumotlar almashdik. Almashdik, to'g'ri. Maza qildik. Agar shu bizning suhbatimiz yo bo'lmasam mana havoda aylanadigan internetda ma'lum bir joyni band qilgan bu videomiz kimgadir manfaatli bo'lsa, biz bundan xursandmiz, albatta. Hurmatli kuzatuvchilar, agar yaqinlaringizda biz yuqorida sanab o'tgan shikoyatlar mavjud bo'lsa, ushbu videoni ulashing albatta. Agar sizda yoki yaqinlaringizda qandaydir savollar mavjud bo'lsa, izohlarda qoldiring, biz hammasiga to'liq javob berishga harakat qilamiz.